Faiz markaziga keldik. Manzilimiz Sergeli Xonobodda. Faqat bitta restoran va magazin desa bo'ladi. Har xil taomlar bor ekan. Bu yerda endi ko'rsatamiz. Qanday narsalar bor. Mana kirib oldik. Kirish chap tomonda qo'l yuvishga maxsus joylar bor ekan. O'ng tomonda esa tabaka oyoqlari, qo'llari desa bo'ladi. Chap tomonda ham ichkarida go'sht magazinimiz bor ekan. Bu yerda esa har xil mevalardan yoki sabzavotlardan sok chiqarsa bo'lar ekan. Va qatu, durda, ubusi tuxumlardan anaqasi magazin desa ham bo'lar ekan. Bu yerda ham mana har xil shashlik ham bor ekan, anaqa qiymali go'shtli har xil shashliklar bor ekan. Ichkariga kiramiz. Mana har xil mevalar bor ekan, salatlar. Bolalarga ham joy bor ekan. Muzqaymoqlar bor ekan. Bu yerda noni qilishyapti ekan. Ko'p o'tirishga joylar bor ekan. Tayyor ovqatlar ham bor ekan. Mana bu yerda Oxunov to'y jamoasi. Nasibetlik. Akamizga rahmat. Toshkentga kelganimizdan keyin mana mehmon qilyapti. Bolalarga shukur. Toshkentda shuncha yurgan bo'lsa, joy kelmaganmiz. Lekin juda go'zal, taomlari ham juda shirin. Endi Buxoroga borish kerak bo'lgan, mana kelib bemalol G'ijduvonda o'quvlarni bitkazsak bo'ladi. Aynan samonaqangi Makka shashlik, qo'zi qorin shashlik va ko'sti qo'y. Qo'zi qorin shashlik ekan. Aynan zamonga u qatri ham zo'r ekan. Shundan gulli. O'ta zo'r ekan.